orqa tarafi. Ko'pchiligi ko'rinmaydigan tarafi. Shunaqa. Balkonda ishlaydi. Qarang, hozir ayo anti mana 3 xil etapni ko'ryapman-da. Mana bu yog'i oq, nari yog'i seriy nima shpaklyovka qilganmi, nima qilgan? Mana bu yog'i bazalt. O'zi fasadni sloyi qanaqa bo'ladi? Ulug'bek, nechta etap bo'ladi? Bu oqdan keyin nimadir suriladimi yoki mana shu oxirgisimi? Yo'q, bu faqat gruntovkamiz bizani. Oq, Xo'p. O'zi nechta sloy bo'ladi? Mana birinchi sloy bazalt. Bazalt. Keyin bazaltdan keyin Bazaltdan keyin orqasi. O'sha gapirma. Bazaltdan keyin orqasidan setka bo'ladi, serpanka. Undan keyin 2 sloy kafilnikilar tortiladi. Ha. Ankera bilan o'zi qizil ko'rayotgan Setka, bo'lsa. bazaltga ankerda qotiradi, tushundimmi? ankerda. Ustidan kafilnikilar, uni ustidan shpaklyovkami? Yo'q, 2 sloy kafilnikilar bo'ladi. Ha. Undan keyin gruntovka bo'ladi. Mana oq gruntovka. Gruntovka. Bundan keyin yaxshilab bitta sloy yurgizadi, tekislab chiqadi. Undan keyin travertin boshlaydi. 5 ta 6 ta sloy bo'lib ketayotgan ekanda. Hozir mana shu travertin etapiga tayyormi? Yo'q, bu hali tayyor emas. Bunda ozgina ishlov joylari ham bor. Gruntovkani yaxshilab bitta sloy yana yurgizib chiqishadi. Kamida 2 sloy bo'ladi gruntovkamiz. Undan keyin kamkosini to'g'irlab, travertinga tayyor qilib, undan keyin boshlaydi. Bo'ldi. Tushunarli.